Afu bo'lishganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, Makkaliklar chiqib turinglar deydi, Ansoriylarning o'zlariga aytadigan gapim bor deydi. Mana shunday to'plab turib, Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, ey Ansoriylar, men Madina Munawvaraga kelganimda sizlar zalolatda edinglar. Men Madina Munawvaraga kelganimda sizlar tarqaq edinglar. Men sizlarni jamladim, men sizlarni aziz qildim dedi. Endi sizlar ham minnat qilishinglar mumkin. Men siz kelganda, qavmingiz quvib kelganda biz sizni himoyamizga oluvdik deb aytishinglar mumkin dedi. Ey Ansoriylar dedi. Mana bu tillalarni, kumushlarni dedi. Makkaliklarga berdim dedi. Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar. Makkaliklarga, boshqa odamlarga, atrofdan kelganlarga hammasiga men tilla, kumushlarni, qo'y, kuzularni berdim. Ular Makkaliklar, Makkaliklar atrofdagilar hammasi tilla, kumush, qo'y, ko'zilar bilan qolishdi. Lekin sizlar Madinaliklar men bilan qoldinglar dedi. Hamma uyiga tillalarni olib ketsa, sizlar uylarga meni olib ketishni xohlamaysizlarmi dedi. Sizlarni uylarga men borishimni xohlamaysizlarmi deganlarida Ansoriylar hammalari yig'lab aytdilarki, yo Rasululloh, sizni qismatingizga, sizni bo'lib berganingizga biz rozimiz deydi. Yo Rasululloh, siz bo'lib bergan narsa eng zo'r bo'lib berish ekan, biz rozimiz dedilar. Ya'ni hamma Makkaliklar pul bilan qolishdi, Madinaliklar, Ansoriylar Janob Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga kelishdi. Madinaliklarni hattoki ma ko'rib turibsizmi xurmolar. Xurmolarini ham muhabbatichalik muhabbatda bo'linglar dedi. Ey odamlar, agarda sizlar Rasulullohga muhabbatli bo'lmoqchi bo'lsanglar, Madinaning xurmolini quruganichalik muhabbatda bo'lsanglar, inshaalloh jannatda Rasululloh shafoatiga sazovor bo'lasizlar dedi. Nimaga bu so'z aytilgan? Mana Masjid Nabaviyga kiryapmiz, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga salom beryapmiz. Minbarda oldida ustun bor. Ustunda ati Mannon ustuni. Mannon ustuni bor. Bu Mannon degani yig'iluvchi ustun degani. Mana shu ustunning o'rnida burun xurmo bo'lgan. Bir qurigan xurmoni ashida turgan Payg'ambar alayhisolatu vasallam ana shu xurmoga suyanib jumada ma'ruza qilardilar. Va'z qilardi. Shunda bir ayol kishi o'zini duradgor ustasiga aytib bir minbar qildilar mana bu.